Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketayotgan avtobuslarimiz kimda kim ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlarga ekran qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanasizlar aka-ukalar. Mana akamiz. Aka assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerdansiz? Men turgan Denovdan. Denodan nima deysiz Denolilarga? Kesinmi avtobusga, yaxshimi? To'g'ri bo'ladi. Men o'zi san avtobus zakaz qilgan avtobusni ketaman. Avtobus ma'qullashib. Ayyo. Xudo xolasa aka-ukalar, mana kimda kim ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlarga qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Tanlovda adashmanglar aka-ukalar. Kanalimizga o'tib, like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mashinamiz xudo xolasa mana inshaalloh. Akamiz ham, aka O'zbekistonga ketyapsizmi? Nima deysiz avtobus haqida, yaxshimi? Ma'qulmi? Mana aka-ukalar, avtobusimiz yangi, kamera, hamma yo'g'i bor, xudollas, zaryadchi, paryadchi. Mana akamiz. Siz shofirmi, shef? Ha? Ha, shofir. Nima deysiz bu? Zaryadkalar bor, qo'yamiz. Xudo xolasa ishlaydi aka. Konkret. Mana aka-ukalar, mashinamiz komfort talabga javob beradi inshaalloh. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar aka-ukalar.